To'xta, qayerga? Xo'jayinni oldiga. Gapir. Tú me quieres en el loco contigo. Junior, trates para vuelves una alvía cocaína. Do'st, anu keldi. Ye. Tú Ismail. Yalan yana keldingmi? Umurimni yeding sen tekin qo'l. Edeki. Voy. Maya qara, men miyamga chiqib ketdi hozir Edeka deyotganing. Mani bog'chada edik dishgan. Tushsam, men hozir Edvardman. Tushsammi? Edvard. Yo nimaga sen o'tirib qolding bunchalik darajada? Ko'rdingmi? Hasan bo'lmayapti. Yana lomka tutib oldimga tekin olgani kelsanmi? Maya qara, men senga necha marta aytdim. Ko'rurma deb, o'rganib qolasan deb. Oxiri nima bo'ldi? O'rganib qolding. Kelinmamda turishingni qara. Aptini qara, ko'rinishingni qara, odam rahmi keladi. Iltimos Edward aka. Mayli, senga oxirgi yordam beraman. Amerikanskiydan beraman. Bo'ladimi? Amerikanskiy? Ha. Voy. Senlar tushunmayman. Nosam qilib qo'yasan-la, ha? Senlar? Ha? Nosam qilib qo'yasan-la. O'z tekinga o'tganmiz sen jala. Rasiskiy beraman. Tushunmayapman de, rasiskisini necha marta ko'rdik. Qayta tushunmayapman. Iltimos o'zimiznikini bering. O'zimiznikini. O'zimiznikini. Mayli, o'zimiznikini 5-1dan beraman. 5-1? Ha, 5-1 eng zo'r hozirgi kunda. Mazani qorasan. Eng qichig'i shu hozir. Mayli, iltimos yordam qiling. Bola ham kutib turishibdi. Imkoniyat bo'lsa. Yes, mi amor. Ay. Ay. Pictures. O'tdan senga mamnunsun olasan. Rahmat. Keyingi safar pulli. Esdan chiqmas. Tushundim. Tushundingmi? Edward aka, rahmat aka. Yaxshi kunlaringizda xizmat qiling. Davay. Sekin, yana yiqilmasdan to'g'ri yurgin. Renat! Boss. Keyingi safar mashinaga o'xshagan yalang'oyoqlar umuman kirgizmang. Tushundingmi? Peshiningdan o'taman bo'lmasan. Xo'p bo'ladi, boss. Ag'zim! Yo'q dedim senga. Adojon, iltimos. Matagina. Tushunmayapsan, senga men qanaqa kuyovlarni tayyorlab qo'yganimni bilmayapsan. Bir marta gaplashib ko'ring, iltimos. Yig'lama ona qizim. Yig'lama. Sen yig'lasang dunyolar meni ko'zimga qorong'u ketadi. Mayli, chaqir. Faqat bu kuyov qilaman degan emas. Gaplashib ko'rayman. Chaqir. Bonito. Kiring. Voy, fu! Ish qilib mejikda topmayapsanmi? Voy, choping suv o'ynab keling, meni asabim chiqaryapti o'sha. Fabian, buni vertolyotda to'polon atrofini aylantirib kel bor. Assalomu alaykum. Voy, Lalitomi nima deysiz? bonito. Endi nima ish qilasiz Bonito? Men Magicda raqqosman. Maqqos? Raqqos. Raqqos voy. Don Edward. Hozir hurmat. Ha, Mana pullaringiz. ekan bu yerda? Meksika chegarasidan o'tayotganimizda qo'lga tushib qoldik. Qolgani shu. Usroga arpuni boqara. Endi yana o'sirmasliklari uchun. Voy. Baqirma. Ne baqirasan? Bu oddiy holat. Har kuni mana shunaqa bo'ladi bizda. O'rganib ketsan hali. Don Edward, yangi mollar keldi, tarqataveraymi? Ochmasangiz ham bo'ladi. Menga ishonavering. Albastrami bu yala? Lo'q deb o'ylayapsanlar uchun meni. Yo'q. Baqirma! Qulog'imga yog'ording, meni baqirib. Kofeingiz. Nima bu ahvol? Men senga necha marta aytganman. Kofeni shakarsiz qilib kelgin deb. Menga to'g'rilashi kerak emas endi. Voy. Ayol kichik-ku, ayol kichik. Ayol kishi emas bu xotinimman. Xotiningizni o'ldirib yubordingizmi? Endi eshit.
Meni hayotda ikkita qadrli narsa bor ekan. Birinchisi bu meni pullarim. Ikkinchisi meni qizim. Mabodo agar qizimni ko'zidan bir tomchi yosh oqsa, men seni butun avlodingni, butun mijikdagi bolalarni qonini dengiz qaboq qasaman. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Eduard!